Negativchi insonlar bular har doim negativ fikr bildirishaveradi. Siz yaxshi video yozsangiz ham negativ yozadi, yomon video yozsangiz ham. Ularga farqi yo'q sizni videolaringizda. Har qanaqa videoga ham faqatgina negativ yozib o'tirishaveradi. Chunki ular shunga o'rganib qolishgan. O'zlari hech baloga erishmaydilar, lekin negativ yozishda ustoz faring bo'lib ketishgan. Xo'sh, shunaqa. Ular gapiga siqilib xafa bo'lishingizdan foyda yo'q, chunki siz biror narsaga erishyapsiz. Ya'ni siz ulardan oldindasiz. Oldinda bo'lgan inson ularning gapiga quloq solib o'tirmaydi. Ya'ni siz diqqat markazidasiz. Ularning e'tiborini tortyapsiz. Ulardan ajrab turibsiz. Shuning uchun sizga negativ yozishaveradi. Hammani diqqat e'tiborini tortganingizdan keyin hammani fikri sizga qaratilgan bo'ladi. Shuning uchun ular sizga negativ fikr bildirishadi. Ba'zilar yonib kuyib yozishaveradi. Lekin ko'chadagi odamlarga qarasangiz, masalan, ko'chada chiqqaningizdan keyin yaqin insonlar yoki boshqa insonlar bilan suhbatlashsangiz, ularda fikri umuman boshqacha. Masalan, ijtimoiy tarmoqdagi insonlarning fikri bilan olib qaraydigan bo'lsak, ko'chadagi odamlar sizga umuman boshqacha muomalada bo'lishadi. Ularning fikrlash doirasi boshqa, bu o'tirib olib yozish bu boshqa. Ya'ni telefonning orqasidan hamma karillab yozishi mumkin. Ya'ni real hayotda u bilan uchrashsangiz yoki ko'rishsangiz, u insonni chaqirib suhbatlashsangiz, umuman u siz haqingizda boshqacha fikrda bo'ladi. Ya'ni sizni yaxshi ko'rgan, hurmat qilgan bo'ladi. Shuning uchun odamlarning fikri o'zgaruvchan. Hamma ham telefonda xohlagan gapini yozishi mumkin. Lekin realni ko'rishganda unaqa gaplarni gapira olmaydi sizga. Mot bo'lib to'xtab qoladi. Hech qanaqa gap sizga yomon gap gapira olmaydi. Shunaqa. O'shaning uchun negativchi insonlarning gapiga quloq solib, o'zlarini xafa qilib, siqilib, stresslarga tushib o'tirmanglar. Hech qanaqa stressga tushmanglar. Ularning gapini sizlar shunchaki menga ular negativ yozyaptimi, gapiryaptimi, demak men yanada kuchliroq bo'lishim kerak. O'z ustimda ham ko'proq ishlashim kerak deb qabul qilaverasizlar. Ularning gapini esa o'ylab o'tirmaysizlar. Ya'ni sizlar shunaqa o'syapsizlar. Ya'ni sizlar rivojlanyapsizlar. Rivojlangan sari sizlarga bo'lgan toshlar otilaveradi. Har bitta qiyinchilikni yengib o'tyapsizlar. Shuning uchun ham sizlarga ular negativ yozib o'tirishibdi. Ularning gapiga hech qanaqa gapiga e'tibor bermanglar. Faqatgina olg'a qadam bosaverasizlar. Men ham xuddi shunaqaman. Negativ yozadiman, qanaqa gap yozishdan qat'iy nazar faqatgina olg'a qadam bosaman. Shuning uchun ham Instagramda ham shu 81 ming obunachiga ega bo'ldim. Agar ularning gapiga quloq solib o'tirganimda bitta ham obunachim bo'lmasdi. To'g'risi-da. Shunaqa. Harakatdan to'xtamay o'zlaringning fikrlaringni nima bo'lsa shuni amalga oshiraverasizlar. Sizlar to'g'ri yo'ldamisizlar, demak, bosinglar.